Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz foydalanuvchilari. Onlayn huquq kanali o'zining yana qiziqarli bo'lgan video darslarini berishda davom etadi. Bugun sizlar bilan 8-sinf yangi tahrirdagi Davlat va huquq asoslari kitobini o'rganishni davom ettiramiz. Mavzuyimiz davlat shakllari. 7-8 mavzular. Davlat shakllari deyilganda avvalambor davlatning boshqaruv, hududiy tuzilishi va siyosiy tartiboti jihatidan qanday shakllarga bo'linishi tushuniladi. Demak, davlat shakli deganda ko'z oldingizga boshqaruv shakli, tuzilish shakli va siyosiy tartiboti kabi tushunchalar kelishi kerak. Boshqaruv shakliga ko'ra davlatlar monarxiya va respublikaga bo'linadi. Monarxiya bu oliy hokimiyat yakka davlat boshlig'ining qo'lida bo'lgan va ushbu hokimiyat avloddan avlodga meros bo'lib o'tadigan davlat boshqaruv shaklidir. Ya'ni monarxiyada monarx davlatni yakka o'zi boshqaradi, o'z boshqaruvining natijasi uchun yuridik jihatdan hech qanday javobgar bo'lmaydi. Uning hokimiyati muqaddas va ilohiy deb e'lon qilinadi. Monarxiyaning bir qancha turlari bor, xususan mutlaq monarxiya, cheklangan monarxiya, teokratik monarxiya va noan'anaviy monarxiya kabi turlari mavjud. Boshqaruv shaklining ikkinchi shakli turi bu respublika. Respublika bu davlat boshqaruvining shunday shakli hisoblanadiki, unda hokimiyat oliy idoralari ma'lum bir muddatga saylab qo'yiladi. Ya'ni respublika shaklidagi boshqaruvga ega bo'lgan mamlakatlarning belgilari bu hokimiyat oliy idoralari saylab qo'yiladi, hokimiyat vakolatlari qat'iy ravishda qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyatiga bo'linadi. Hokimiyat oliy idoralarining o'z qarorlarini saylangan muddati davomida qabul qiladi va fuqarolar davlat ishlarini boshqarishda ishtirok etadi. Respublikaning ham bir qancha turlari bor, xususan prezidentlik respublikasi, parlamentar respublika va aralash shakldagi respublika. Davlatning ma'muriy hududiy tashkil etilishi uning tuzilish shakli deb ataladi. Davlat tuzilish shakli oddiy va murakkab kabi turlarga bo'linadi. Oddiy, ya'ni unitar davlatda butun bir mamlakat miqyosida umumiy tizimga ega bo'lgan qonunchilik, ijro va sud idoralari bo'ladi. Unitar so'zining o'zi esa lotinchadan olingan bo'lib, oddiy, yagona degan ma'nolarni bildiradi. Tuzilish shaklining ikkinchi turi bu murakkab, ya'ni federativ, konfederativ ko'rinishdagi davlatlar. Federativ davlat bu murakkab davlat tuzilmasi hisoblanadi. Federativ davlat bir necha davlatlarning birlashuvidan hosil bo'ladi. Va federatsiya subyektlari o'z ma'muriy hududiy bo'linmalariga ega bo'ladi. Demak, federativ davlat bu bir necha davlatlarning birlashuvidan hosil bo'lgan murakkab ittifoqdosh davlatdir. Hozirgi kunda jahonda 20 dan ortiq federativ davlatlar mavjud. Davlatlar biror maqsadni ko'zlab, o'z suvereniteti va mustaqilligini saqlagan holda birlashishlari ham mumkin. Bunday davlatlar ittifoqi esa konfederatsiya deb ataladi. Konfederatsiyada yagona hudud, yagona fuqarolik bo'lmaydi. Har bir davlat xalqaro huquqning teng huquqli subyekti hisoblanadi. Demak, davlat shakllarini biz 3ga bo'lib oldik: boshqaruv shakli, tuzilish shakli va siyosiy tartiboti. Hozir sizlar bilan boshqaruv shakli va tuzilish shaklini tugatdik. Endi siyosiy tartibotni ko'rib chiqamiz. Davlat hokimiyatini amalga oshirish usullari va uslublari tizimiga siyosiy tartibot deb ataladi. Siyosiy tartibot ikki turga bo'linadi: demokratik va nodemokratik turlarga. Demokratik tartibot sharoitida insonning siyosiy va fuqarolik huquqlari hurmat qilinadi. Fuqarolar davlat hokimiyati idoralarini tuzishda va ularning faoliyatida faol ishtirok etadilar. Demokratik hokimiyatning yagona manbai xalq irodasi hisoblanadi. Demokratiyaga zid tartibot esa nodemokratik tartibot deb ataladi. Bunday tartibotda davlat idoralari demokratik tamoyillar va qoidalarga rioya qilmaydilar. Aksincha, ularni doimo yoki tez-tez buzib turadilar.
Nodemokratik tartibotlar ichida fashistik va totalitar tartibotlar alohida ajralib turadi. Fashistik tartibotda har qanday hukmron muxolifat yakson qilinadi. Biron bir irqning hukmronligi e'lon qilinadi. Hozircha sizlar bilan ko'rib chiqishimiz kerak bo'lgan ushbu mavzudagi asosiy qismlar, ma'lumotlar shulardan iborat edi. Qo'ldan kelgancha sizga qisqa va batafsil ma'lumotlarni berishga harakat qildik. Ushbu mavzuni qolgan qismlarini boshdan oxirigacha albatta bir necha bor takrorlash yodingizdan ko'tarilmasin. Endi esa ushbu mavzu yuzasidan tuzilgan mustahkamlovchi testlarni e'tiboringizga havola etamiz. Ushbu testni o'ziga xos jihati shuki, biz bugun bu testlarning to'g'ri javob kalitlarini berganimiz yo'q. Testni bajarganingizdan so'ng o'zingiz mustaqil tarzda ushbu mavzularning ichidan javoblarini to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini ko'rib olishingiz zarur bo'ladi. Bundan ko'zlangan maqsad esa mavzuni har bir joylarini, barcha qismlarini ko'zdan kechirib, yaxshilab ma'lumotlarga ega bo'lishingiz nazarda tutilgan. Barchangizga omad. Kelasi video darslarda ko'rishguncha xayr. Salomat bo'ling azizlar.